Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hammaga xayrli kun. Alhamdulillah, olib qo'ygan Damas mashinamiz, Nexia 3imiz tayyor bo'ldi. Nexia 3imizni krugovoy aylanasiga olib qo'ygan edik. Asosiy ishi arqa bagajda edi. Damasimizni oldi mordasi, yonbosh kichkina krilosi. Oldin ustalarimiz niyatinasini chiqarib ko'rishgan edi. Dildillab qo'ygan edi. Kraskalari ko'chgan joylari bor edi. Oldi mordasini ham niyatinasini qilib ozgina ko'tarishdan noto'g'ri ko'tarib qo'yilgan edi. Juda ham bizni kuzatishda davom etinglar. Ishimizni baholab ketishni unutmanglar. Yaqin do'st birodarlarga jo'natib qo'yishni unutmanglar. Nexia 3imiz krugovoyga mayda-chuyda bitta ishlari bor edi. Asosiy ishi bagajda edi. Bagajimizni mana shu kraska ko'chgan joyidan bilib olsalaring bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ishimizni baholab ketishni ham unutmanglar.